Bolalar agar ustoz bilan deylik. Bu nimadir Bo'ston mahallasidagi 3 tajribamiz bor. Ya'ni tadbirkorlar bankka bormasin, kreditolmoqchi bo'lganlar, bank xodimlari yordamlari, boshqaruvchilari mahallani o'ziga borib, fuqarolar uchrashib, biznes qilmoqchi bo'lganlar bilan ko'rishib, g'oya bo'lsa agar pul masalasida bo'lsa, kreditlarni tanishtirish masalasida kelyapmiz. Bizda hozir kredit turlarimizdan mahalla va yo'nalishida kreditlarimiz bor. Bu 50 million so'mgacha kategoriyaga beriladi, ta'minlash beriladi. Kategoriyaga beriladi. Muddat 5 yil, 2 yil imtiyozlari 25% kafillik asosida sug'urta berilishi. Endi sizlar tushuntirishimiz 50 million siz nomingizga karta ochiladi, karta olsangiz 2 yil davomida o'sha 990 ming 1 million atrofida hozir to'laysiz. 2 yil davomida. Keyin 2 yildan 2,5 milliondan ta'mindan chiqishni boshlaydi. Shuni to'lab olasiz. Oldinroq xorijdan bo'laveradi. 50 million so'm. Endi yo bu summa katta ekan, eksternal summa siz biznesga birinchi qadamimiz 12 milliongacha. 4 yil. Imtiyozlarimiz 2 yil. 12 milliongacha olinadi, bu kafillik sug'urta. Sug'urtalarni tayyorlaydi. Yo bularni ham oldik. Endi kafolat qilmoqchiman desangiz, yuridik shaxslarimizni yaqinda oilaviy korxona, MCJ, xususiy korxonalarga 3 so'mlik yo'nalish bo'yicha kreditimiz bor. 100 million so'mgacha garovsiz. Yaqinda ochganimizda garovlarni talab qilmaymiz. Bular 7 yil. 2 yil imtiyozlari bor. Agar firmaning rahbari erkak kishi bo'lsa 21%, ayol kishi bo'lsa 19% bo'ladi. Har bitta kreditimizda ayollar kredit olmoqchi bo'lsa 2% tushirib beramiz. Maqsad o'sha gender tenglik, ayollar tadbirkorlikni rivojlantirish bo'ladi. Agar 100 milliondan yuqori olmoqchiman desak, 300 million so'mgacha, 100 milliondan yuqori 300 million so'mgacha, maksimum 300 million so'mgacha garov noturar joy bino bo'lishi kerak. Yoki o'sha 2020dan tevada avtomobil bo'lishi kerak. Garov 300 million so'mgacha olinadi. Bu agar uskuna sotmoqchi bo'lsangiz, misol kimdir akfa qiladi, kimdir hunarmandchilik bilan shug'ullanadi. Uskuna dastlab sotmoqchi bo'lsa 7 yil bo'ladi. Yo nima bo'yicha aylanma bilan o'zini klubga olmoqchiman desangiz, 1,5 yil, 1,5 yilga qilamiz. Yana bitta kredit turimiz